bitta knopkani bosarkanda bo'ldi, shu bilan buxgalteriyasi shakllanib qolar ekan. Aynan Keeping Uz programmasida men birovga muhtoj bo'lmaydigan joyimni ko'rdim. 4 yil oldin ko'rganimda ishim boshqacha boshlangan bo'lar edi. Buxgalterlarni hozir vahima bosyapti-da. Shunaqa avtomatlashtirishda ketadigan bo'lsak, kelajakda bitta yaxshi finansist bitta счет faktura yozadigan odam qoladi. Bu joyni kesib tashlaymiz. Hozir tadbirkor ham osonlikda pul topmayapti. Buxgalter birovning pulini hisob-kitob qiladi degan. Yildan keyin buxgalter kerak emasmi? Assalomu alaykum hurmatli bizning kuzatuvchilarimiz, assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. RS podkasti navbatdagi soni yana efirda. Bizni bemalol YouTube tarmog'i orqali kuzatib tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Bugun yana bir ajoyib mehmonni studiyamizga taklif qilganmiz. Bugungi mehmonimiz Shahlo Umarova, Qanot Sharq aviakompaniyasini moliya direktori va ko'plab yetakchi katta korxonalarni buxgalteriyasini yuritadigan oliy toifali buxgalter ham auditorlar. Xush kelibsiz Shahlo opa. Assalomu alaykum. Rahmat. Siz studiyamizda ko'rib turganingizga juda ham xursandmiz. Bugun mana yana nima deydi, buxgalteriya to'g'risida, yana shu nima deydi, moliya to'g'risida ozgina suhbat quramiz degan maqsadda sizni taklif qilganmiz. Birinchi savolim shundan iboratki, qisqacha o'zingiz haqingizda gapirib bersangiz, Shahlo o'zi qanday qilib buxgalteriyaga kelib qoldi, o'zi qanday tarzda shu sohaga qiziqdi, nimalar bilan shug'ullanyapsiz hozirgi kunda? Avvalambor rahmat taklifinglar uchun. Qaranglar, men bizada dinastiya, men o'zimni nimalarimda ham qo'ygandim. Masalan, dadam rahmatli, onam rahmatli buxgalter bo'lishgan. Keyin shu sekin-sekin men o'zim qiziqishni boshladim. Boshida shu доверенность to'ldirganman, счет faktura to'ldirganman. Oldin shunaqa bo'lardi-da. Oldin счет faktura bo'lmasdan nakladnoy bo'lardi, o'zinglar ham bilasizlar. Keyin do'g'vorlar, shartnomalar bir tomonlama tayyor shablon bo'lardi. Shunaqa qilib qiziqib kelganman. Keyin nima deydi, onam rahmatli sababchi bo'lganlar-da. Birinchi ustozim shu onam bo'lganlar. Nima deb o'ylaysiz, o'zi buxgalteriyaga kirib kelishda, endi hozir yoshlar ham ko'rishadi ko'p, baribir bizani kuzatuvchilarimiz orasida yoshlarimiz ko'p bo'ladi. O'zi buxgalteriyaga kirib kelayotganlarda yoshlarimiz yoki bo'lmasam o'sha yangi qiziqqanlar, endi bizni bilishimiz bo'yicha, men endi buxgalter emasman, baribir o'zimga qiziq bo'ladi. Buxgalter o'zi matematikani yaxshi bilish kerak deyshadi. Matematikani bilishdan tashqari yana qanaqangidir bir skilllarga ega bo'lish kerak deb o'ylaysiz buxgalter? Otabek, bitta narsa aytaman-da sizga. Men oddiylikni yaxshi ko'raman-da. Skilllarga deganingizda endi bu bilimga, mahoratga degan, ko'nikmalarga demoqchisizda. O'shaning uchun men hamma narsani bir oddiy tilda gapirib, men shu kurslarimda ham oddiyroq tushuncha berishga harakat qilaman bolalarga. Bitta narsa aytaman sizga. Agar shu sohani mukammal egallab, ertaga zo'r kadr bo'laman desa, endi meni kim qandoq tushunadi? Любой sohani, bitta buxgalteriya emas, любой sohani shu zo'r o'rganish uchun shu odamda muhtojlik bo'lish kerak. Muhtoj bo'lsa, matematikani ham keragi yo'q, masalanda. Logikani ham keragi yo'q. Men oldin o'ylardim-da, men matematikani biz Skanaviya, Antonovlardan o'qiganmiz-da. Masalan, spetsshkolada o'qiganman men. Chirchiqda 12-maktabda, shu maktabda biz o'qigan paytimizda haftada bizada 12 soat matematika bo'lardi. O'sha institutga masalan test paytlari bo'lganda, endi yangi testga kirib kelgan payti bo'lgan, biz o'sha paytda eng yuqori ball bilan o'tganman. Men hech qachon esimdan chiqmaydi. Nimagadir oxirdan qidirgan ekanman-da men o'zimni. O'zingiz, ha. Murod degan kursdoshim bor, Chinozli bola. Shu bola nomeri qaraganda bunday deb, "Voy, mana ikkinchi turgan ekansiz" deganda. Men aytmoqchimanki, matematika menga o'sha paytda zo'r yordam bergan, lekin men matematikaga umuman xabari bo'lmagan odamlarni bilaman. Masalan, deylik, oddiy qilib aytaman sizga, manikyur bo'lib ishlab yurgan qizni bilaman. Manikyurchi bo'lib ishlab yurgan qiz shu sohaga kirib ketdi. Hozir o'zini blogini yurg'izib, normalniy buxgalteriyani yurg'izyapti. Komandasi bor. Sartarosh qizni bilaman. Sartarosh qizni bilaman-da. U ham shunaqa. Masalan, ular matematikaga yaqin ham kelmagan hayotda. Masalanda, o'shaning uchun men nimaga aytmoqchiman? Avvalambor odamzodda, даже menga kimdir farzandini yoki bir o'zini yaqinini bermoqchi bo'lsa, men bitta narsa aytaman.
qay darajada bu odam muhtoj deyman. Yoki mana shu o'qitayotgan bolalarimga aytaman, sizlar agar qorninglar och bo'lsa, mana shu sohani mukammal o'rganasizlar, olasizlar. Endi mana shunaqa narsada odamzodning muhtojligidan kelib chiqadi bu narsa. Qiziqish, xoyu havas u bir kunlik, motivatsiya ham bir kunlik. Muhtojlik disiplinani tarbiyalaydigan eng zo'r ustoz. O'sha narsa. Shu narsa bo'lsa, odam oldida maqsadi bo'ladi-da. Masalan, bolalarim qorni to'q bo'lsin, xohlagan narsasini yedira olay, xohlagan narsasini kiydira olay. Bolam mendagi qiynalmasin, yaxshi joyda o'qisin deymiz-ku biz. Ana o'sha yaxshi joyda o'qitish uchun hozir biz bolalarga pul topib berishimiz kerak-da, masalan. Ana o'sha pulni topish uchun ular o'zini nima deydi, harakatdan to'xtatmaydi. Shunaqa, ayniqsa o'sha yoshlarga bu. Masalan, hozir bitta bog'chaga beraman siz 4,5 millionmi? Masalan, 3 millionmi o'rtacha. U pulni topish uchun masalan bitta firmani ishini qilishingiz kerak-da. Bitta kamida o'sha bitta firmani ishi ro'zg'orga nima deydi, bog'chaga ketadigan bo'lishi kerak. Bitta bola uchun. Ikkita bola uchun bu 9 million degan gap-da. Shunaqa. O'shaning uchun shu bolamga kelajagini qilib beraman degan odam tirishib harakat qiladi. Yo, noto'g'ri gapirdim. Yo'q, to'g'ri gapirasiz. O'zi hayotda menimcha har bitta inson o'zi buxgalter bo'lsa kerak. Misol uchun har bitta odam bu topgan pulini o'zi bir rejali sarflash kerak bo'ladi yoki bo'lmasa o'sha xatgadir berish kerak. Bunday olib qaraganda har bir odam hayotda o'zi uchun bir qanaqadir buxgalter bo'lsa kerak. Nima deysiz shunga? Qarang, mana shu gapingizga men tavsiya etaman. Men dars boshlasam, bolalarga bitta gap aytaman-da. Bolalar qaranglar deyman. Mana bitta ro'zg'or, bu bitta firma deyman. Endi shu firmadagi ayol buxgalterda. U pulni to'g'ri taqsimlasa, rasamotlasa, keyingi oyga pul yetadi-da, to'g'rimi? Kompaniyani buxgalteri ham shunaqa narsa. Endi kompaniyani uchrediteli bu oilamiz erkagida, endi pul topib keladigan boshqa masalan. Endi avvalambor mana shu paytdan foydalanib tavsiya etib ketmoqchi edim sizlarga. Agar xo'p desanglar, men buni juda ham ko'p gapiraman. Hozirgi paytda er xotin baravar pul topadigan zamon bo'lib qoldi shekilli-da. Endi men nimaga buni aytmoqman, nimaga boshladim bu narsani? Yoshlarimizga, qizlarimizga har doim aytadigan gapim bor. Hamma darsda ham gapiraman, o'quvchilar, shogirdlarimga ham gapiraman, ishxonada ham. Kimni peshonasiga pul topish, masalan, erimi, xotinimi, buni Alloh yozib qo'y, rizqida, Alloh yozib qo'yganmi? Qancha pul topsanglar ham ani oila egasi nima deydi, erkagi deydimi, oilamiz ustuni deydimi, shuni sindirib qo'ymaslik uchun har doim farzandlariga adindan so'ra, adin beradi, adindan so'raymiz. Adini puli deb gapirishni o'rgatish kerak-da, tushunasizmi? O'sha narsa mana hozirgi paytda ko'p ko'ryapman, qizlarimiz shu pul topib boshqa qilib sal o'zgarayotganini. Endi men bir paytlar eshitganimda hayron bo'lgandim, mashina haydab ham o'zgarayotganini. Unaqa ko'p emas. Ayollarimizni men yaxshi ko'raman. Bizning ayollarimiz eng chiroyli, eng sabrli ayollar deb bilaman. Prosta endi hozir vaziyatdan foydalanib shuni aytmoqchi edim. Ayrimlari ehtiyot bo'linglar shunaqa narsaga. Erkak kishi xo'jayinlarimiz bizga har doim kerak. Oilamiz, farzandlarimiz, yo'lboshchimiz sifatida. Menda ham savol bor. Sizni bloglaringizni, Instagramlaringizni ko'rganimga ko'p bo'lmadi, lekin o'qib chiqdim ancha ko'p narsalaringizni, haqida ko'p xabarlar topdim. Ya'ni nufuzli tashkilotlarda finans buxgaltersiz, o'quv kurslaringiz bor. Buxgalter audit tomonida ko'p tajribaga egasiz. Shu maqsadga shu davrga kelgungacha bo'lgan davrda mana shu asosan buxgalteriya tomonidan so'ramoqchiman. O'zim buxgalter bo'lganligim uchun. Mana shu holatga kelgan hozirda biz O'zbekistonda desak ham bo'ladi, chunki barcha sohani buxgalter tomonidan ko'ra oladigan darajada tajribalisiz. Qanday bizda shu buxgalter tomonida og'riqli tomonlarimiz bor? Endi og'riqli tomonlarimiz, to'g'risini aytaman sizlarga, bir 2 kun oldin o'zimiz ham podkast oldik. Bitta opa bilan bitta narsa aytaman. O'sha yerda mana hozir bizda biznes zo'r rivojlanyapti, bu yaxshi. Bizning dokument oborotlarimiz zo'r o'zgaryapti, elektronniy demoqchiman-da, bu yaxshi. Yana o'sha kuni ham aytdim, men bir narsadan faxrlanib gapiraman.
nechta chet el davlatiga borgan bo'lsam, finansistlarni ko'rgan bo'lsam, bizadagi dokumentoborot uncha davlatda yo'qligini ko'rdim. Bizada hozir shu narsa zo'r rivojlanyapti-da. Men bu narsa bilan faxrlanaman. Qiynaydigan joyini aytaman sizga. Qonun chiqyapti-ku, hozir har bitta kompaniyani o'zini buxgalteri qarang. Yo u o'qish kerak, yo ishlash kerak. Shunaqa. Endi shunaqa zamon bo'lib qoldi-da. Endi agar bordi-yu buxgalter masalan deyman, o'qiydigan bo'lsa ish qolib ketyapti-da. Endi vaziyatdan kelib chiqib, bizani hozirgi chiqayotgan programmalarimiz, qonunchiliklarimizni o'zlashtirish uchun, vaqtida amalga oshirish uchun, kompaniyani reytingini tushirmaslik uchun har bitta buxgalter yoniga yana bitta buxgalter kerak bo'lyapti. Shunaqa bo'lib qoldi-da. U birinchisi, ikkinchisi og'riqli degan paytingizda bizani buxgalterlarimiz уже stress, shu darajada stress ko'pligidanchi charchadi. Bilasizmi, mamnaqa o'zgarish bo'lyapti desangizchi, boshida bizda qanaqadir bir qo'rquv bo'lyapti-da. Endi bu narsa oddiy hol bo'ldi-ku, eng achinarlisi oddiy hol bo'lgan bilan mashina o'zlashtirishga yoki bir bartaraf qilishga yoki oldini olishga hozirdan harakat qilish o'sha buxgalterlarda kamaydi-da. Chunki hozir bir narsani qilaman desa, ertaga o'zgarib turibdi-da. Ertaga o'zgarib turibdi, bor narsa bu. O'shaning uchun men prosta hozir aytmoqchi bo'lganim, buxgalterlar progress bo'lgani zo'r. Yaxshi, faqat bizning buxgalterlarimiz bu narsalardan charchadi, o'zlashtirishga ulgurmayapti ular. Oxirgi yetkazishga ulgurmayapti. Shunaqa narsalardan charchashdi. O'shaning uchun endi bilmadim, menimcha mana shu narsa bo'lsa kerak-da. Hozir menga masalan 4 ta odam telefon qilayotgan bo'lsa, masalan, ish topib bering debdi. 3 tasida bitta narsa. Zo'r buxgalter, men bilaman o'shani. Meni главный buxgalter qilib olmagan deyapti-da. Iltimos, meni yordamchi buxgalter qilib olgan, iltimos qilaman sendan. Ana oddiyroq ish bergan, men ana yozmay, bormay, sporlashmay, tinch o'tirib ishlaydi deyapti-da. Mana shunaqa bo'lyapti hozir. Buni oldini olish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Shu og'riqli nuqtalarni oldini olish uchun. O'zi men nimaiki yangilik ko'rsam, harakat qilaman. Ishlayotgan kompaniyalarimni ishini yengillashtirishga. Og'riqli degan paytda mana masalan bundan tashqari sizlarga aytadigan narsam, bizani programmalarimiz haqida gapirmoqchi edim. Men o'sha kuni bolalar kelishdi, gaplashdik. Keeping Uz degan programmalarni menga ko'rsatishdi. Bolalar to'g'risini aytaman, men birinchi marta ko'rdim. Men unaqa programma borligini bilmagandim. Men bor gapni aytaman. Yarim soat o'tirdikmi? Yarim soat birga o'tirdik-da, biz informatsiyani обработка qildik. Men endi bilmayman, shunaqa bir emotsiyalarimni bekita olmaydigan ayolman-da. Men bo'lganim shu. Emotsionalman. Emotsionalman, ko'tarilsam ham bittada ko'tarilib ketaman. O'shanga ana ko'zlarim yonib ketdi. Voy, to'xtang, men buni ko'ray dedim, o'zlari ham ko'rdilar. O'sha kuni keldimda xo'jayinimlarga ham aytdim. Masalan, men xo'jayinimlar ham finansistlar. Soha odamlar-mi? Da, ular kirib ketdilar, majbur kirib ketdilar. Qanaqa ma'noda boshida endi ayolim bir o'zi qiynalmasin, qarashaman dedilar-da, shu bahona kirib ketdilar-da, polni. Hozir men aytdim, adasi qarang dedim, men shunaqa zo'r programma ko'rdim bugun dedim. Programmangizni ko'rganimda o'sha kuni oxirigacha gaplasha olmadik-ku. Yarim soatda qilingan informatsiyani ko'ribchi bo'lish mumkin emas dedim. Ketganingizdan keyin yana bir ikkita kovlab ko'rdim-da. Keyin aytdim, voy dedim, ishlab chiqarishni so'raman men. Voy, men bu narsasini so'raman men. Voy, agar dedim, men hozir ichimda qilmoqchi, o'sha nima deydi, ana o'zim ishxonamda qilmoqchi bo'lgan narsalarni shu yerga qo'ydirsamchi, внедрять qildirsamchi, men qilsamchi degan xayollar ketdi-da menda. Lekin o'sha kuni kirib xo'jayinga aytdim, gaplashdik. Oxiriga yetkazmadim. Sababi boshqa ishlarim bor edi. Men buni nimaga aytyapman?
aynan Keeping Us programmasida men birovga muhtoj bo'lmaydigan joyimni ko'rdim. To'g'risida qachon menga kimdir vaqt ajratadi. O'shaning uchun bizani kelishib ishlashimizga imkoniyatimiz yo'q, chunki men uni ehtiyojini qondiradigan pul bera olmayman. To'g'risida men ham o'sha birovlarning kompaniyasida ishlayman masalanda. Masalan, rahbarlarchi bitta narsa aytadi, menga qara deydi, men senga pul to'la olman deydi. Nimaga men seni ana odamingga pul to'lashim kerak? Bu odam meniki emas, bu programmani biladi, sen bilmaysanmi deydi. Hozir tadbirkoram osonlikda pul topmayapti. Ana ko'chadan borib pul sipirib kelmayapti, to'g'risida. Masalan, tadbirkorlar ham hozir mana bunaqa narsa bo'lyapti, qanaqa qilamiz, nima qilamiz degan xayol bilan yuribdi-da, masalan. Uni ichida ko'tara olayotgani bor, ko'tara olmayotgani bor-da, masalan. Yaxshi buxgalter olaman desa, kamida $1000. To'g'risida. Hozir. Endi 3-4 ta narsani bilgan, masalan-da, buxgalterlar, masalan, endi bunaqa deyishim ham noto'g'ri. O'ziga yaxshi baho beradigan, to'g'ri baho beradigan buxgalter $3000 dan $2000 kamga bormayapti. To'g'ri? Bandamiz deydimi? Unga ham ko'nish xohlamas ekanmiz-da. So'ygan sovug'ini. Sizni programmangiz o'shanaqa buxgalterlar uchun juda bir mos keladigan programma endi. Menga o'xshagan buxgalterlar ham shu jumladan-da. Shuning uchun so'radimda, og'riq nuqtai imkon qadar shu og'riqlarni yengib o'tishimiz uchun sizdan kerak fikrlar bor edi-da. Xudo xolasa endi baribir rivojda davom etamiz, to'xtamaymiz. Shuning uchun mana shu og'riq nuqtalarni ham yechib ketishimiz kerak imkon qadar. Ya'ni kelajakdagi bundan keyingi buxgalterlar, balkim har xil saviyadagi buxgalterlar bemalol foydalansin bizning programmadan. Masalan, men bozorda, masalan, endi men o'zi oldin 2016-yildan boshlaganman dars berishda. Orada endi taqdirim, hayotim shunaqa bo'ldi, juda bir sinovli kunlarga tushdim. O'sha nima deydi, bir emas ikkita o'g'lim kontraktda o'qidi. Roziman mingdan-ming. Onam rahmatli o'sha paytda og'ir kasal bo'ldilar. Orada singlim kasal bo'ldi. Men aytmoqchimanki, orada men ancha dars bera olmay qoldim-da. Keyin men katta buxgalterlarni yig'ib dars o'taman deganimda, katta buxgalterlar, endi men ancha bozordan chiqib ketibman-da, katta buxgalterlar menga nisbatan ishonchsizlik bildirayotgan joylarini ko'rdim. Keyin o'zimga o'zim savol berdim-da, voy, men dedimki, shuncha katta firmalarni boshqaraman, masalan. Nahotki meni bilimim shu darajada past ekanki, men oldin boshlang'ichdan boshlab ko'raychi deb o'yladim-da. Xullas, men sizga nimaga buni aytmoqchiman? Bozorda har bir narsani o'zini xaridori bor-da. Masalan, onam rahmatli aytardilar, karvon ko'p, rizqi bo'ling. Mana shu narsa to'g'ri gapda. Masalan, sizga bor gap aytaman. Sizni programmangizga hozir qarshi chiqib turadigan kompaniyalar bo'ladi. 100% aniqlik bilan aytaman. Birinchidan o'sha konkurent kompaniyalaringiz, o'sha konkurent deganda sizlar o'zingizlarni bir 1S yoki boshqa programmalarda ko'rishingiz mumkin. Birinchidan, ikkinchidan outsource kompaniyalar. Nimaga? Chunki men восстановление qay darajada tez qilinishini ko'rdim. Qisman ko'rdim. Hozir men o'zim ham imенно восстановление bo'yicha kurs ochmoqchiman-da. O'sha yerda taklifini beraman. U bir, ikkinchidan shunaqa tanishlarim bor. O'sha kuni Faxriddin ham aytdilar, Shahlopa siz oling, biz qilib beramiz shuni dedilar-da. Qanaqa ma'noda? Восстановлениеga yordam ber, mana shuni o'zing qilib ber yoki o'zingnikilarga qildirib ber, o'zing kontrolga ol deydigan joyi bor-da. Shunaqa paytda men o'sha bir 2-3 ta firmani qilib ko'rmoqchiman. 3 xil yo'nalishda. Ishlab chiqarish, savdo, общепит. Aynan sizlarning programmalarda mana shuni qilmoqchiman. Agar men hali u prosesni ko'rmadim, lekin bu narsa shunaqa yengillashtirilganini, soddaligini ko'rib, bitta narsa aytmoqchiman. Mabodo hali darabotka qilinmagan joy bo'lsa, men baravar darabotka qilishga tayyorman. Nimaga? Chunki ertaga u siz bilan mendan keyin ham qoladigan produksiya bo'ladi, mahsulot bo'ladi. Nimaga men o'zimni qora ko'zlarimni nima deydi,
qiynalishiga yo'l qo'yib qo'yishim kerak deydimi. Sizlar ham menimcha shu maqsadda nima qilgansizlar, to'g'rimi? Masalan, to'g'ri, hamma ham pul topish yaxshi bo'ldi, oson bo'ldi deyish kerak-da. To'ppa-to'g'ri. Men ham o'sha ishlayotgan kompaniyalarimda o'zimni mana shu shogird bolalarimga ham aytaman-da, shunaqa zo'r ishlaylik, shunaqalik, mana 10 yildan keyin chiqib ketarmiz, 5 yildan keyin chiqib ketarmiz. Biz bilmaymiz rizqimiz qachongacha yozilgan. Bizdan keyinga kelgan odam, otasiga rahmat, mana shunaqa narsalar qilib qo'ygan ekan, shunaqa qilib ishlashimiz kerak desin. Hozir sizlarning produktinglarda mana shu narsani ko'ryapman. Yana bitta narsa aytib ketmoqchi edim. Bu meni o'zimning fikrim. Qarang. Sizlar integratsiya qilgan nimalaringlarni ko'rdim. Banklarni. O'sha osonliklarini, yengilliklarini, masalan, shot fakturalarni-da, elektron hujjatlarni. Men nima aytmoqchiman sizga? Hozirgi kunda agar shunaqa o'zgarishda, shunaqa avtomatlashtirishda ketadigan bo'lsak, ertaga kelajakda kompaniyalarda bitta yaxshi finansist, buxgalter, bitta shot faktura yozadigan odam qoladi. Masalan, endi bu meni nima deydi, moyo видение deydi o'rislar. Taxminimda. Taxminimda. Endi bunaqa paytda bu programma zo'r ishlagan programma bo'ladi. Chunki men sizlarda analitika borligini ham ko'rdim. Analitikalarni ham ko'rdim. O'shaning uchun menga ma'qul keldi deb aytmoqchiman-da. Rahmat. Fikringiz uchun rahmat kattaga. Bizga ancha motivatsiya bo'ladi bu. O'zi men boshqa davlatlarda ko'p bo'lgansiz. Ularda qanaqa shu ishlash tarzlari, nima deb ayta olasiz shu bo'yicha? Qarang, Gruziyaga borganimda Maryam Kayava degan nima bor, finansist bor, juda ham katta finansist. Hozir mana O'zbekistonga kirib keldi u qizimiz. Bu yerda mana firma ochdilar, firma ochishlariga yordam berdim. Endi o'zlarining ofislariga borganlarida ishlarini ko'rdim. Ular har juma kuni o'sha Gruziyada nima prямой efir berar ekanlar. Men uchun o'sha qiz juda bir havas qilganman. Shu qizga tanishdim, bordim, ko'rdimda. Bilasizmi nima? Juda ham ko'pchiligida, masalan, undan tashqari mana Rossiyaga borganimda ham ko'rdim, nimaga Koreyaga borganimda ko'rdim. Ularda bulutli degan narsa yo'q. Ularni hammasi internetda ishlashini ko'rdim. Programmalarini masalan o'zi agar buxgalteriyasini nima qilib yurg'izadigan bo'lsa, hammasida o'zida server borligini ko'rdim. Endi serveri поддержкасы men o'zimdan kelib chiqib aytaman sizga. Server shunaqa nozik narsa ekan. Uni birinchidan doim kimdir nazoratda ushlab turish kerak ekan. Uni ham обновлять qilib turish kerak ekan. U ham qanaqa, endi men texnikani unaqa zo'r tushunmayman. Men haqiqatda shu narsaga to'qnashib nima qilganman keyin bu narsalarni muammoligini bildim-da. Undan oldin masalan nimaiki yangi narsa chiqib, masalan o'shani berishsa, mana shunaqa qilib ko'rgan desa, men harakat qilaman shuni qo'llab ko'rishgan. Poteriyalar bor-da, qaranglar, ana o'sha poteriyalarni anaqa qiladiganimiz bor. Ana buxgalterlarimiz 1S programmasida poteriyani ishlatishni bilmaydi. Ishlab chiqarish braksiz ishlamaydi. Любой ishlab chiqarishi o'zini normativ poteriyasi bor. Любой tayyor mahsulotda normativ braki bor. Tabiiy yo'qotishlar. Tabiiy yo'qotishda bu. Ana o'sha narsalar bizning ostatkamizda qolyapti. Mana shu narsani men hozir qo'ydirish uchun programmistimmi, 1S'chimmi vaqtini kutyapman-da, tushunasizmi? Bitta gap, mana sizlar aytyapsizlar, o'zingiz login parolingiz bilan kirib ketaverasiz deb. 1S'da men kirib to'g'rilab chiqib ketaman-ku. Men kirib to'g'rilab chiqib ketganimdan keyin yoki bo'lmasa mashinga tegman deb ketganimdan keyin 3 kundan keyin ridovой buxgalter xato qilib qo'yadi-da, shaxlopam yo'g'ida to'g'rilab qo'ying deydi. Mana shunaqa narsa bo'ladi-da. Agar masalan mana shu narsalar sizlarda qanchalik anaqa qilingan, nima deydi, himoyalangan. Mana shu narsalar sizlarda qanaqa yo'lga qo'yilgan. O'shalarni ham agar yoritib bersanglar, вообще zo'r bo'lardi. Chunki o'sha mendagi, meni yonimga sizlar bilan birga ishlayman deb keladigan finansistlar keladi-da, tushunasizmi? Auditorlar, o'sha kuni men aytdim-ku sizlarga. Auditorlar kompaniyalarni finansistini boqadi. Finansisti bilan aloqani ushlashga harakat qiladi. Nimaga? Chunki finansistlar menga mana shu auditorskiy kompaniya kerak degan narsani yetkazib beradi.
buxgalterlar ham shunaqada endi menga mana bu programmada ishlayman, shu programmada ishlash qulay deb ko'rsatib bersa, buni imkoniyati bor. Boyagani счет fakturani ham bitta qilsa, kirgizsa dedimi, o'sha narsaga уже sizlarni programmalar zo'r ishlaydi. 1Sda настройка qilish kerak. Edoni qo'yish kerak, bank klienti qo'yish kerak, установка qilish kerak. Undan keyin alohida kompyuter ajratish kerak. Kompyuter ajratish kerak. Anaqani qilmabdi deydi. Nima dedi o'sha kuni? Производствоni yoqmabdi dedi. Mana buni bunaqa qilmabdi. Mana shunaqa narsalarda, tushunasizmi? Shu. Bizda Kipingda imkoni bor, hozir ishlab turibdi. Endi siz aytgandek o'sha boshqa odam o'zgartirib olmasligi uchun birinchi страховка deymiz, oldini olish. O'sha asosiy buxgalter o'zi kiritgan ma'lumotni arxivlab qo'yadi. Misol uchun kiritdi mana shu sanada bu oldingi davrga o'zgartirish kiritilmasin deb bitta sana qo'yib saqlab qo'ysa, uni oldingi davrga hech kim o'zgartirish kirita olmaydi. Qachonki o'zi kelib o'sha sanani o'zgartirmaguncha uni oldingi davrga o'zgartirish kiritish mumkin emas. Kirita olmaydi. Ya'ni o'sha avvalgi davr xatosini boshqa odam kirsa ham, do'st bor odam kirsa ham o'zgartira olmaydi. Qachonki o'sha global buxgalter o'sha bosh buxgalter o'sha sanani o'zgartirmaguncha. Ikkinchisi, o'zini foydalanuvchilariga alohida logon parol beriladi. U logon parolga do'stlik beradi. Bu buxgalter o'sha 100% pul do'stlikdan ko'ra faqat o'ziga tegishli bo'lgan do'st ochib berilsa, undan boshqa ish qila olmaydi. Nimadir xato bo'lgan bo'lsa, kim qilgani aniq bo'ladi. Uni nazorat qilish oson bo'ladi. Yo kimlardir faqat ko'rish mumkin bo'lsa, unga faqat ko'rish do'stlik beriladi. U kirib hamma yer tushqalab ko'rib chiqsa ham o'zgartirish kirita olmaydi u tomonidan. O'ziga tegishli bo'lganini ko'radi yoki bo'lmasa umuman faqat ko'rish biladi. Va avvalgi davr o'zgartirish kiritish mumkin bo'lmagan holatlarni bemalol arxivlab qo'yish mumkin bo'ladi. Tushunarli. Bunaqa funksiyasi bor. U funksiyani men hozir to'g'risini aytaman sizlarga. O'zimni nimamdan iltimos qilayotgan edim, masalan, programmistimdan. Mana shu ish qilayotgan buxgalterim, men bu ish qilmasin. Shunday. Shunaqa qilib biz gaplashuvdik-da. Endi hozir siz aytayotgandan shunga aytdim. 4 yil oldin ko'rganimda, 4 yil oldin ishim boshqacha boshlangan bo'lar edi deb. Yetkazamiz bundan keyin inshaalloh hammasiga yetkazib boramiz. Siz o'zi kelajakda orzungizdagi buxgalteriyani qanaqa deb ko'rasiz? Qanaqa bo'ladi deb o'ylaysiz yoki? Qarang, bitta narsa aytaman shu yerda. Kelajakdagi buxgalteriya deganingizda buxgalterlarni hozir vahima bosyapti-da. kirib keldi-da, sun'iy intellekt kirib keldi-ku. Sun'iy intellekt kirib kelgandan keyin bizning buxgalterlarimizni nima vahima bosyapti? Qanaqa? Endi avvalambor rizq beruvchi Alloh. Endi bizning buxgalterlar aytayotdiki, voy 2 yildan keyin buxgalter kerak emasmi yoki 1 yildan keyin buxgalter kerak. Chunki hammaning o'z tasavvuri har xil bo'lyapti-da. Nega desangiz, bitta knopka bosilib buxgalteriya oy oxirida buxgalter zakrytie месяца qilar ekanda, bitta knopkani bosar ekanda, bo'ldi shu bilan buxgalteriyasi shakllanib qolar ekan degan tushuncha yoyilib ketdi-da. Buxgalterlarni nimasi tushib ketdi. Qadri ham tushib ketdi, xafa ham bo'lishdi-da. Men aytmoqchimanki, o'sha biza bitta knopkani bosguncha bo'lgan qadar bor-da, qadamlar bor. Bitta narsa aytaman, balans qilish oson, balansgacha bo'lgan davr qiyin deydi-ku. Ana o'sha balansgacha bo'lgan davr qiyin, ya'ni shu bitta knopkani bosgunimizcha biz bosadigan qadamlarimiz bor. Ana shu qadamlarimizning risklari bor. Masalan, bitta счет fakturani noto'g'ri shakllantirib qo'ysak, 2 pulni noto'g'ri tanlab qo'ysak, masalan-da, hozir shundoq ham buxgalterlar ana har kuni ertalab turib, nima deydi, ritual deydi-ku, o'sha odatiy hol bo'lib qoldi. May soliqqa ochadi. Menga xat keldimi? Yoki bo'lmasa shtraf kelmadimi yoki kechqurun ochadi, menga xat kelmadimi? Mana shunaqa narsada. Endi bitta narsa, yoki telefonimda SMS bor. Telefonga SMS kelsa, Bekzod tabriklayman, qara xat keldi deb qo'yaman-da. Men prosta aytmoqchimanki, buxgalterlar charchadi bunaqa narsalardan. Endi shu yerda vaziyatdan foydalanib, men buxgalterlarimizga bitta narsa aytmoqchi edim. Buxgalteriya bizada hozirmi, keyinmi, undan ham keyinmi har doim kerak bo'ladi. Rahbarlarga bitta iltimosim bor. Tadbirkorlar ham ko'radi, sizlarni bilaman. Bitta iltimosim bor. Buxgalter bitta narsada xato qilsa, shartda olib almashtirib tashlash kerak emas. Buxgalterchi har bitta kompaniyani o'zini, har bitta biznesmenning o'zini shaxsiy finansisti bo'lish kerak-da.
bitta finansist bo'lish kerak. Shu bitta finansist o'zini ishlab turgan kompaniyasida o'tgan yil qilgan xatosini-chi bu yil ko'rishi mumkin. O'sha o'tgan yilgi xatoni u bu yil tuzatib qo'yish imkoniyatiga ega. Masalan, o'sha mana bu yerda xato qilib qo'ydi-da, mana bunaqa qildi-da, buni olib tashlaymiz, boshqa olib kelamiz emas. Sizlar bunaqa bo'lsa almashtiraverasizlar. Chunki hozir bizada zo'r o'zgarish ketyapti, yaxshi tomonga. Ana o'sha yaxshi tomonga ketayotgan o'zgarishga qarab, buxgalter harakat qilish uchun sizlar unga sharoit yaratib beringlar. Qanaqa o'qishiga imkoniyat beringlar. Katta nagruska bermanglar, masalan. Ma'lum bir vaqtgacha. O'sha so'ragan, kelishgan oyliginglarda ishlasin, masalan. Buxgalteriyani idealniy bo'lishini siz aytayotganingizdagi endi sizlarning tasavvuringlarda qanaqa? Endi sizlarning programmalardan kelib chiqib aytaman. Idealniy bo'lish uchun idealniy buxgalter bo'lish kerak-da. Idealniy buxgalter bo'lish uchun o'zgarish bo'lish kerak emas-da. Tushunyapsizmi? O'shaning uchun bizada ideal degan so'z bu mafhumiy so'z. Nima deydi? Mafhum deydimi? Mafhumiy. Da. Yetib borib bo'lmaydigan. Da, u yetib borib bo'lmaydigan narsa-da. Bu doim o'zgarib boraveradi. Mana masalan 10 yil oldin yoki 5 yil oldin bozorda do'konlarda savdo qilish, masalan, do'konni olib ijaraga savdo qilish odatiy hol edi, to'g'rimi? O'sha paytda kimnidir oldiga borib, ertaga sen uyingda o'tirib Telegramda yoki Instagramda savdo qilasan desangiz, telefonda savdo qilasan desangiz, sizni ustingizdan qo'ygan qilardi-da. Hozir mana shunaqa bo'lyapti. To'g'rimi? Hozir do'kon olib ishlatayotgan tadbirkordan ko'ra uyda o'tirib telefonda narsa sotayotgan Telegram kanal qilib olib, da, u ko'proq daromad ko'ryapti, to'g'rimi? Bu ijara to'lamaydi, boshqa ijara to'lamaydi, boshqa to'lamaydi, soliq ham to'lamayotgani bor ichida. Masalan-da, anu bechara ham ro'yxatdan o'tib, ham soliq to'lab, ham buxgalter ushab, ham buxgalterga to'lab, shunaqa narsani ko'rgandan keyin u ham o'ylanib qoladi-da. Men ham deydi, mana shunaqa qilsam bo'lmaydimi undan ko'ra, deydi masalan-da. Bitta narsa aytaman sizga, o'sha kuni biz mana shu o'zim finansist opalarim bor. Ustozlarim bilan o'tirganda shu opa aytayotdilar, Yevropada qizlariga uy olib beribdilar-da, endi uy olishgan. Uy olishganda mebel olishga bordim deyaptilar. Qarang, showroomga kirgan, mebelni ko'rgan, mashina tanlagan, bo'ldi, qilib bersanglar olib ketamizsa, yo'q, 3 oy kutasan deyotganmish. Keyin voy, ne 3 oy kutaman desa, bu bitta именно anaqa uchun ishlab chiqarilgan. Showroom uchun. Showroom uchun ishlab chiqarilgan. Endi sanga qilib berishim uchun menga vaqt kerakdir ekan. Qarang, o'sha tadbirkor borib ishchi yollar ekan. Endi ishchisi bordir, bilmayman. Dizaynni beradi, o'sha o'lchamini beradi. 3 oydan keyin uyga mebel kelibdi. Bizda unaqa emas-ku. Bizda uying tayyor bo'lsa, puling bo'lsa bo'ldi. Yasab beramiz shu yerda o'zida. Joyida qilib beradi bizning mebelchilarimizda, masalan, mana shunaqa narsa. Aytdim, bizanikilar borib ishlaydigan joy ekan deb kuldim keyin. Mana shunaqa narsa, o'sha ideal deyotgan narsangiz yillar davomida qanaqadir bir endi yaxshilanib boraveradigan bo'lsa kerak. Endi ideal buxgalteriya hech qachon bo'lmaydi. Masalan, agar sizlarning tasavvuringlarda, sizlarning programmanglarda shu narsa opa mana sifralarda bo'ladi desangiz, sifralarni tasdiqlab beradigan birlamchi hujjatlar bo'lishi kerak. Albatta. Birlamchi hujjatlarni yaratib beradigan shaxs bo'lishi kerak. Uni oti buxgalter. Endi buxgalter debet, kredit, расход, prihod, masalan, foyda, zarar degan narsani tushunsa, u o'sha kompaniyani finansini, buxgalteriyasini chiroyli yurg'iza oladi. Ideal degan narsangizga yana bitta narsa aytmoqchiman, qarang. Hozirgi buxgalterlarimiz buxgalteriya qilish kerak deyapti-da. Buxgalteriyani olishyapti-da, ishlab ketishyapti, debet, kredit qilib отчетini topshiryapti, bo'ldi, yopildi-da. Masalan, 1Sga kirg'izyapti, отчет topshirdim, bo'ldi. Biznesni o'rganib chiqish jarayonida uni tabiiy yo'qotishlari bo'yagani aytganlari. O'sha narsalarni учитывать qilishlarini ham bilish kerak. Shu. Men ham sizga o'xshagan ozginagina katta emas, kichkina doiradagi o'quv kursim bor. O'zimning o'quv kurslarimga men shunday deyman.
buxgalter qo'pol qilib aytaman, buxgalter birovni pulini hisob kitob qiladi deyman. Har doim. Har doim. Lekin shunaqa buxgalter bo'lganki, birovni pulini hisob kitob qilsang ham, sen bergan ma'lumotdan ular foydali bo'lsin, ya'ni seni ushlab qolsin. Shuning uchun o'qisang yaxshi o'qigin. Просто tak o'qib buxgalterdan sendan ma'lumot oldim bo'ldi, sen kerak emas holatiga kelib qolmagin. Kerak bo'lsa tahlil qilib ber. Оборотын, biznes tahlil qilib ber, sendan foyda ko'rsin o'sha. Ya'ni demakki, bundan keyingi ishlarim ham senga ishonsin. degan tavsiya beraman-da, keyin ularga darsni boshlayman. Doim boshlaganimda shunday deyman. Evet. Endi biza yo'l ko'rsatamiz deyman-da. Oldin masalan hozir to'g'risini aytaman, men 49 ga chiqqan bo'lsam, oldin men uchun endi salkam 50 da. Oldin 50 ga chiqqan odamlar men uchun kesib tashlaymiz. Yo'q, qoldiravering. Men biz yo'q, qoldiravering. Men buni aytishimning sababini aytaman-da sizga. Men oldin shunaqa bir ularni bir katta bir odam hisoblardim-da endi. Katta odamlar hisoblardim. Bar hozir o'zim shu yoshga chiqib, men aytaman, ko'nglim yosh ekanda hali. Lekin avtomat nasihat qilayotganimdan keyin yo'q, yoshim katta bo'lib qoldi. Tushunasizmi? Chunki ertaga bizadan keyinchi shular qoladi-da. Bizadan keyingi pokoleniya ruhan sinmasin. Bizadan keyingi pokoleniya cho'kib qolmasin, birovga muhtoj bo'lmasin. Ertaga bola chaqasini boqish uchun kimnidir qo'lida xo'rlanib ishlamasin-da. Biz hozir bir-birimizda raqobat ko'rib, bir-birimizni nima deydi, konkurensiya deydi, pul ketida yugurib-da, bir-birimizga ziyon yetkazib, endi konkurensiyaning nimasi yaxshi, o'sish zo'r bo'ladi, lekin bir-birimizdan informatsiya bekitamizmi? Bir-birimizdan qanaqadir bir o'sha kerakli ma'lumotlarni bekitamizmi? Bu degani biz o'sha narsani o'zimiz bilan olib ketamiz deganimizda. O'zimiz bilan olib ketganimizdan keyin ani qora ko'zlarimiz unga kimdir o'rgatadi, unga kimdir o'rgatmaydi. Masalan, men buxgalteriyaga yangi kirib kelgan paytimda, bilasizlar, nima eslayman? Yangi kelgan odam talash bo'lardi. Buxgalteriyaga yangi kelgan odam talash bo'lardi. Nimagaki o'sha paytda za nastavnichestvo pul to'lanardi. Mana shu shogird yetishtirayotgani uchun o'sha kim qaysidir buxgalterga biriktirilsa, shu buxgalterga yoki shu mutaxassisga qo'shimcha haq to'lanardi. Men o'zim eslayman, o'sha borganimda ekonomist ham yopishgan, kassir ham yopishgan, mana shunaqa bo'lganda, men bu narsalarni keyin tushunganman. Hozir yo'q u narsalar. Qarang, bizni masalan onam rahmatli aytardilar, qizim, men buni mana qilib kirg'izib bo'ldingmi? Yoki o'zim o'sha keyingi ko'rgan ustozlarim, mana shunaqa qilib ko'rib bo'ldingmi? Pechat qil, qo'l qo'y, chislosini yoz. Tiqib qo'y aytgandirdilar. Tikib qo'yardik. O'sha paytda delo bo'lardi. Hozirgidek скорочтеватель yo'q edi. To'g'risida. Keyin qo'l qo'ygan odamni familiyasini yozdirib keldirishardi-da. Jahlim chiqardi. Umiddan borib kelgan kunlarim bo'lganda jahlim chiqardi. Endi hozir bolalarga shu gap aytaman. Men kimni qo'li degan savol beraman. U odam hozir ishlayapti. Buni qo'li unikiligini sen bilasan. Men bilmayman. Mana elementar narsa. Mana shunaqa narsalarni, bu narsani mana qilib tikasan, men bu yerga mana qilib qo'yasan yoki 1S ustanovka qilib berdimi? Настройка qildimi degan savol. De masalan, вот остатка qilib berdimi? To'g'ri qildimi? Tekshirib oldingmi? Qaradingmi? Uni vazifasi emas, u senga yordam berdi. O'sha narsani qanchalik to'g'ri qildi, bitta tekshirib oldingmi degan narsani-chi, masalan, men bu bunday emas, bunday bo'lish kerak degan narsani o'rgatadigan hozirgi yoshlarimizga odamlar kam. Endi men shunaqa deb bilaman-da, shuning uchun maksimal darajada siz, mana bular, даже mana shu nimalaringlar ham, tayyorlayotgan podkastlaringlar ham, bizani berayotgan elementar ma'lumotlarimiz ham zada qiladigan emas, ular foyda oladigan darajada bo'lish kerak-da. Faqat o'zimizni reklama qilib yoki nima emas, o'sha informatsiya berib demoqchiman-da. O'z maqsad ham shunaqa o'zi. Barchaga manfaatli bo'lsin. Manfaatli bo'lsin. Mana shu maslahatingiz ham manfaatli maslahatda sizni mana hozir aytibsiz. Masalan, nechta buxgalter bilaman men. Birovlarning shotidan pulini chopib ketgan. Bitta xonada o'tirganmiz.
bitta kompaniyani o'sha normalniy puli yechilganda bilasizmi nima eng yomoni xo'jayin mendan xafa bo'lganlarda. U opa umuman boshqa firma. Men boshqa firma. Aybimiz ustaxonada o'tirganimiz bo'lgan. U bankovskiy usluga deb yechirgan o'sha pulni. Mana u paytda bizda SMS klient bo'lmagan, boshqa bo'lmagan. Mana shunaqa pullar yechilgan, ko'p bo'lganda unaqa narsalar. Shuning uchun boshidan o'sha dars boshlaymizmi, boshqa qilamizmi? Siz aytganingizdek, siz unaqa maslahat berasiz, men bunaqa maslahat beraman. Yana kimdir boshqa chiroyli maslahat beradi. Shunaqa narsa deb o'ylayman endi. Bu siz oldingizga kelayotgan yangi yosh buxgalterlar qanaqa bu hozirgi oldingi kelayotgan talabalar deymiz endi. Qanaqadir tez buxgalter bo'lib qolishni xohlaydimi yoki nima deydi, men bu hammasi avtomatlashtirilgan bo'lishini xohlaydimi? Qanaqa hozirgi yoshlarni dunyo qarashi demoqchiman-da endi. Bilasizmi, endi siz menga og'riqli savol berdingiz. Sababini aytaman sizga. Endi men o'zi dars berishni boshlashimdan maqsad nima bo'lgan? Menga kadr kerak bo'lgan. Kadr kerak bo'lganda, men hozir shunaqa kadrlarni yetishtirdim, alhamdulillah. Masalan, o'sha kompaniyadagi, masalan, o'sha tanishim bor. Shu bolani ishini qilib berganimdan keyin menga bitta bolangizni bering degan. Shu bolani berganimdan keyin shu bolam uchun o'sha kompaniya, o'sha men unga vaqt ajrata olmaganman-da. Shu bolam uchun u bilasizmi nima, shunaqa kelajak yaratib berdi-da. Qanaqa ma'noda? Javohir degan bola, Subhon degan bolani qo'liga bordi-da, u bola buni o'qishi uchun sharoit qilib berdi. O'zing dedi tepasida turganda qo'lingga buxgalterlar oldida, ana firmani ochamiz, mana bu firmani ochamiz. Hozir menga ko'rsating shu biznes egasini bitta yo'nalishda men bo'ldi, men boshqa narsa qilmayman deyotganini. Yo'q bunaqasi. Hammasi qanaqadir bir qo'shimcha ular ham endi kengayishni harakatida-da. Kengaygandan keyin u ham 10 ta finansist xohlamaydi-da. U o'zini sir asrorini bitta odamga ishonib berish xohlaydi. Men demoqchimanki, mana o'sha bolam hozir o'sha urovingga yetdi-da, men xursandman. Endi boyagani meni og'riqli joyimga tegib qo'ydingiz degan joyimni aytaman sizga. Dars boshlanadi, dars jarayoni. Boladacha sabr yo'q. Masalan, 1 soatdan oshiq, уже 1,5 soat, 2 soat o'tayotganingizda ko'rasiz, o'sha telefon titishni boshlaydi. Yozadi. Keyin masalan, mana o'sha kuni o'sha nazariyasiz buxgalteriya degan nima qildim? Kurs ochdimda, 450 ta masala ichida bordi. Shu masalani men bolalarga ishlashga beraman. Bittasini ko'rsataverdim, qolganini ishlab kelinglar desam, ishlamagan. Endi qarang, o'sha kursda o'qiyotgan bitta opa bor ekanlar. Endi kichkina yosh qiz, endi ular uchun opa. Shu aytdimki, bolalar eng zo'r yo'li dedim. Buxgalteriyani o'rganish xohlasanglar dedim, birinchi buxgalteriyada ishlanglar dedim. Hech narsani tushunmasdan ishlanglar dedim. Sizlar dedim savol uyg'onadi. Nima qilaman o'zi, qayerga qarab ketyapman, nima bo'ladi degan savol. Nimaga kerak? Endi shunaqa bo'lgandan keyin dedim, men sizlarga mana shu ko'rsatayotgan debet kreditlarni adinesi shundoq bossanglar dedim, chiqadi. Mana ko'rsataman dedim. Shu shartim bor, 3 oy o'qiymizmi dedim. Kimni восстановление qiladigan buxgalteriyasi bor dedim. Tiklaydigan. O'sha opa menda bor dedi. Shu Barno degan qizim menda bor dedilar. Bo'ldi, Barno olib keling dedim. Aytganingizdek oblika ustanovka qildik, bolalarga berdik. Men aytdimki, may sog'liqqa kirib, men bilan mana bunaqa sketch qilasizlar, mana bunaqa tahlilsizlar, mana bunaqa bo'lasizlar. Sizlar hozir bolalar dedim. Bitta narsa aytaman dedim. Birinchidan bu qiz tekinga восстановление qilyapti. Ikkinchidan sizlar tekinga adinesi o'rganasizlar dedim. Uchinchidan dedim, восстановлениeni to'g'ri qilishni o'rganasizlar dedim. Ishoninglar, men katta kompaniyalar восстановление qilganman. Buni qanday bo'lishini dedim, ko'rib olasizlar dedim. Xullas, ishonsangiz agar unisini vaqti bo'lmabdi, bunisini boshi og'ribdi, unisi uxlab qolibdi, bunisi xullas hammani javobi tayyorda. Bahonasi. Keyin o'sha kuni chorshanba kuni bordikmi? Chorshanba kuni borganimda masalalarni ishladinglarmi desam, yo'q-da. Yangi tema o'tamiz deb kutib o'tirishibdi. Tema o'tmayman dedim. Tema o'tmayman. Haftada 3 kun kelmoqchi edim, haftada 1 kun kelaman dedim. Meni sizlarga ketkazayotgan vaqtim
sizlar menga to'layotgan puldan ko'proq dedim. Sizlar xafa bo'lmanglar bolalar, bizda shunaqa konsultatsiya qiladigan joylarim bor, boshqa dedim. Yoki audit olaman dedim, buniki o'rniga normalniy audit qilaman, auditdan normalniy pul olaman, o'zim auditorskiy firmam bor dedim. Men sizlar uchun kelyapman dedim. Keyin tushundik deyishdi. Men nima demoqchiman? Hozir hamma narsaga tez erishishni xohlayotganlar ko'p. Lekin masalan men ham hozir shu darajaga yetib kelgunimcha endi 28-29 yil bo'layotgan bo'lsa, salkam 30 yil osonlikda kelmadimda. Masalan deylik, hozir yoshlarimizga oson, hamma narsa elektronniy. Ular bizdan yaxshi ishlaydi programmalarda. Ularni qabul qilishi zo'r. Endi shunaqa kunlar bo'lgan, karslarga men ishga kiraman, koreyskiy firmaga ishga kiraman deganman. 2000 oylik, $2000 oylik men uchun juda ham katta pul bo'lganda masalan. Endi o'sha besedalarga, nimalarga borganda o'sha yerda KEP sertifikat kerakligini bilganman. Keyin KEP sertifikat nima o'zi degan savol bilan yurganman. Tushunasizmi? Hozir bularga oson. SSA nima degan narsani biz o'qitib tushunmaganmiz, bilmaganmiz. O'qish kerakligini, mashta shunaqa o'quv kurslar bor. Oldin faqat assotsiatsiya buxgalterov, auditorov. Masalan, o'shani men taniganman, bilganman, o'sha yerda katta bo'lganman. Hozir o'quv markazlari ko'p-ku. Internetda ham nima deydi, darslar bor-ku, YouTube'da ham bor darslar, masalan. Endi osonlikda hech narsaga erishib bo'lmaydi. Любой narsaga erishish uchun, masalan, yaxshi mutaxassis bo'lish uchun shu sohada o'shani nima deydi, tub-tubigacha tushish kerak-da, negizigacha. Ana musulmonchilikda shunaqadir ekan, bir narsani o'rganmoqchi bo'lsang, mukammal o'rganish bu sunnat deb. Shunaqa narsa bor ekan-ku. Ko'p aytaman-da shu narsani. Men prosta aytmoqchimanki, oson erishib bo'lmaydi. Doim harakatda bo'lish kerak. Даже men yaxshi bilaman degani ham o'qib turish kerak. Men hozir ham shu kunlarda ham o'qiyman. Albatta. Masalan-da, o'sha narsani to'xtab qolish kerak emas. Chunki kundan kunga yangiliklar chiqib yotadi. Shuni hisobiga o'qib turish kerak. O'sha kuni bitta narsa aytsam kulasiz. Masalan, men aytdim, 50 ga chiqaman dedim. 40 ga chiqib ekan qiz-da, 38 yoshda ekan. Bo'ladi, Shahlopa deydi. Bo'ladi, menga mana shu bo'ladi, oyligim yetyapti, bo'ladi mana shu menga. Qarab turdim. Nozi, senga hozir bo'ladi dedim. Ertaga kattaroq xarajatlar keladi, boshqa bo'ladi. Hozir harakat qilgan. Masalan, senda imkoniyating bor, hali yoshsan dedim. Shunaqa qilsam, yo Shahlopa 40 ga chiqaman, 2 yildan keyin 40 ga chiqaman deb gapiryapti-da, ko'ryapsizmi? Shuning uchun onam rahmatli 72 yoshda o'tgan bo'lsa-da, 70 yoshlarida men hech qachon esimdan chiqmaydi. Mana shu 1С konfiguratsiyasini o'rganishim kerak ekanda, qizim. Juda qiynalib ketdim deganlar-da, bilasizmi? Men shunaqa ta'sirlanganman onamdan shu gaplaridan. O'shani zada bo'lib ketganlar-da, qachon keladi, qachon menga vaqt ajratadi degan narsadan. Doim harakatda bo'lish kerak. Albatta, to'g'ri. Mana kepingga ichiga kirib ustanovka qildingiz, hozir ishlab ko'rdingiz. Birinchi qanaqa taassurot oldingiz hozir? Platformada. Birinchi kirib, bitib kirganingizda. Men знаменитый frazam bor, o'sha chiqib ketdi og'zimdan. Tit qo'yishimiz kerak unga. Tit qo'yib borasizlar. Voy dedim, zo'r ekan-ku dedim. Keyin to'xtanglar, men buni ko'ray dedim. Men buni yoqib bering. U men so'ragan sarim Faxriddin menimcha o't qo'yib turdilar. Men buni ochib bering, men buni qo'yib bering dedilar. Bitta to'xting dedim, menga men buni ko'rsatsizlar dedim. Endi to'g'risini aytsam, menga juda ham ma'qul keldi. Ma'qul keldi. Men aytganimdek o'sha eski yilda yopgan ikkita firmani ko'rmoqchiman. Haqiqatda ko'rmoqchiman shu narsani. Boyagani o'zim aytgan nyuanslarni sizlar учитывать qilganmisizlar yo'qmi? Agar o'sha narsani men yo'lga qo'ysam, bitta narsasini aytaman sizga. Shu fakturani o'sha yerda o'tirib kirgizayotgan bolam bor-ku, shu o'zida kirgizar ekanda, men uni yana uyda o'tirib ermay qilib kirgizib o'tirmas ekanman.
shunaqa narsa. Shunaqa. Endi men deganimda o'zim qilmayman-ku, endi meni ham qo'lchalarim qiladi. O'sha qo'lchalarimni ham qiynamas ekanman demoqchiman-da. Qo'lchalarim yana bir pog'ona o'sishga imkoniyati bo'ladi, ularning vaqti qoladi shu narsaga. Shunday. Endi o'sha asosiy maqsad shu boshda kiritilgan ma'lumot oxirigacha shu ketadi-da. Uni qayta kiritib ma'lumot qilinmaydi. Boshda kiritib qo'yasiz, ketdi, oxirigacha chiqib boradi. Bitta narsa aytaman sizlarga. Ketganinglardan keyin o'ylab qoldim-da. Sakriya mesyac qilamiz-ku. Biz orada choy ichib ovqatlanib kelamiz. Nimaga buni aytyapman sizga? Ba'zani yop, ostatkani o'tqiz, выгрузка qil, tursin arxivda. Ob'yom ko'payib ketgan, informatsiya ko'payib ketgan, aylanadi degan narsa sizlarda yo'q. Men birinchi chunki bitta gap aytaman sizga, men hech qachon esimdan chiqmaydi. 22-yilda katta firmani восстановлениясini qilganimda bir oyini yopish uchun bizada 1,5 sutka vaqt ketgan. Bir oyini yopish uchun o'sha bolam Otabek kechasi uyiga borib ham nima deydi ani tekshirib turardi. O'chib qolmadimi deb. Shunaqa narsa bo'lganda, tushunasizmi? Shuning uchun bu masalanda haqiqatda katta ob'yomda ishlaydigan katta kompaniyalar uchunchi zo'r imkoniyat. Bitta narsa ish kuchini ham kamaytiradi-da. Ish kuchini kamaytiradi. To'g'rimi? To'g'ri. Maqsadimiz shu, endi ish kuchini kamaytirish emas, qulaylik qilib berish. Qulaylik qilish, osonlashtirish, xizmatni sifatini oshirish. Yo'q, siz unaqa demang. Rostdan shunaqa. Rostdan shunaqa. Agar masalan bitta narsa prihodini ham avtomat tortib, rasxodini ham avtomat chiqaraveradigan qilsak, ana счет faktura nomi boshqacha ketib qolibdi, noto'g'ri yozib qo'yibdi degan narsa bo'lmaydi. Shunaqa. U bo'lmaydi. U ham bizga hozir пересортица deganni olib kelyapti. O'zi bizda yo'lga qo'yilgan. Misol uchun o'sha asosan chakana savdo kirib keldi, chiqib ketgandan boshqa mahka qo'yib qo'yishadi, boshqa ham qo'yishadi. Shuni oldi olingan bizda kirib keldimi, o'sha mahsulot tanlasa, programma o'z mehklarini qo'yadi, hammasini qo'yib chiqazib yuboradi. Sizlarda nimasi yaxshi? Ertaga buxgalter bilan rahbar o'rtasida bunaqa nima bo'lmaydi. Birinchidan, ikkinchidan rahbar xohlagan paytda o'zi kirib nazorat qila oladi. Hozir masalan men o'sha aytganimda endi bu reklama emas, boshqa emas, bolalar to'g'risini aytaman, o'zi dars o'tishlarga vaqtim ham yo'q. O'shaning uchun onlayn zapisni ham ko'paytiryapman. O'shaning uchun ham sizlar bilan gaplashib dedim-ku. Nima demoqchiman? Rahbarlar uchun buxgalteriyani ochmoqchiman-da. Rahbarlar uchun buxgalteriya deganda aynan mana shu programma rahbarlarga juda ham qulay. O'zi ko'radi. Buxgalter qachon raznoskani to'xtatdi. Narxiga ham o'rilmaydi. Narx 874 ming deb 24. Ha, 24 mingmi? Ikkita baqa. Ha, 1 yilgami? 1 yilga dedingiz. 1 yilga bitta tashkilot uchun. Men to'g'risini aytsam, ketganlardan keyin men yana so'radim. O'zimdan o'zim. Oyigami, yilgami bu? Oyiga dedimmi, yiliga dedimmi dedim. Menimcha yiliga dedi-yu. Yo'q, anaqa bo'lmasa kerak dedim endi-da. Yiliga. Endi bizanikilar hamma narsani qimmatiga o'rganib qolishgan ekanda. Boshida shunaqa bo'ldi bizda ham. Birinchi 1 ming aklib qo'ygan, 412 ming qo'ygan edik. Telefon qilib chiqadilar, nega arzon? Nimaga arzon, nimasi ne to, mana shunaqa. Menga ham shunaqa savol berishadi. Nimaga siz tekinga berasiz darsni deb. Sifatiga anaqa gumon bo'ldi, yo'q unaqa emas dedik. Endi keyin bu safar oshirdik, endi ba'zilari nega qimmat deyishni boshlashdi endi. O'zi oshirish niyatida shu sal ishonsin degan maqsadda oshirildi o'zi. Nimaga arzon demaslik uchun deydi-yu. Shu mana endi Qanachor kompaniyasi nomidan sizlarga sovg'a. Rahmat. Shu yerda sizlarda tursa, bizani ham eslab turasizlar. Albatta, rahmat kattakon. Ishlaringizga omad, zafarlar. Salomat bo'linglar. Bizani ham kompaniyani duo qilib turinglar. Albatta. Vaqt ajratib kelganingiz uchun sizga ham kattakon rahmat Shahlo opa. Kelajak ishlaringiz albatta omad tilaymiz. Yaxshi malakali buxgalterlarni yetishtirishga hech qachon charchamang. Oyingiz 70 yoshda ham o'rganishim kerak degandek, xuddi shunaqa yoshda ham shunaqa yaxshi buxgalterlarni chiqarishga hech qachon charchamang deb qolamiz sizga ham. Rahmat. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Rahmat.